Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda neft narxining oshishi AQSh ma'muriyatini vahimaga soldi. Havo sovigani sabab O'zbekistonda metan zapravkalar ishiga yana cheklov o'rnatiladi. Urush deyarli tugadi. Donald Tramp. Rossiya Eronga yordam berishga tayyor. Sizni bel va bo'yin og'riqlari bezovta qiladimi? Unda sizga ajoyib Glisson ilgagi bo'yin umurtqasini cho'zish uchun ideal moslamani taklif etamiz. Glisson ilgagi bo'yin umurtqasini muloyim cho'zish uchun mo'ljallangan. Bo'yin va orqa sohadagi og'riqlarni yengillashtiradi. Skoliozni davolashga va bo'yindagi grijani yo'qotishga yordam beradi. Mushaklarning zo'riqishini kamaytiradi va bosh miya qon aylanishini yaxshilaydi. Stress va asabiylikni kamaytiradi. Uy sharoitida foydalanish uchun ideal. Salomatligingizga e'tibor bering. Hoziroq buyurtma bering. To'lovni mahsulot qo'lingizga qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Putin AQShning Eronga qarshi amaliyotidan hayratlandi. Donald Tramp. Biz bu haqda prezident Putin bilan gaplashdik. U ko'rgan narsasidan juda ham hayratlandi. Chunki hech kim bunday narsani ko'rmagan edi, dedi AQSh prezidenti. Havo sovigani sabab O'zbekistonda metan zapravkalar ishiga yana cheklov o'rnatiladi. O'zbekistonda havo harorati pasayishi sababli 10 mart kuni soat 16:00 dan boshlab metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklov joriy etiladi. Bu haqda Energetika vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, respublika hududlariga sovuq va nam havo massalarining kirib kelishi natijasida tabiiy gazga bo'lgan talab ortdi. Shu sababli magistral gaz quvurlarida bosimning pasayishi kuzatilmoqda. Bunday sharoitda eng avvalo aholi xonadonlari hamda ijtimoiy soha obyektlarini tabiiy gaz bilan uzluksiz ta'minlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Shu munosabat bilan 10 mart seshanba kuni soat 16:00 dan boshlab respublikadagi metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklov joriy etiladi. Mazkur chora-tadbirlar avvalo aholi va ijtimoiy soha obyektlarini barqaror gaz ta'minoti bilan ta'minlash maqsadida amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga ijtimoiy soha obyektlariga xizmat ko'rsatuvchi hamda jamoat transport vositalari uchun gaz ta'minoti cheklovlarsiz barqaror tarzda davom ettiriladi, deyiladi vazirlik xabarida. Rossiya Eronga yordam berishga tayyor. Aroqchi Lavrov bilan telefonlashdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi o'rtasida bo'lib o'tgan muloqotda mintaqadagi keskin vaziyat ko'rib chiqildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rahbari vaziyatni zudlik bilan yumshatish va muzokaralar jarayoniga qaytish zarurligini yana bir bor ta'kidladi. Shu bilan birga Rossiya tomoni Eron va uning mintaqaviy qo'shnilarining xavfsizlik manfaatlarini tegishli darajada hisobga olgan holda bu jarayonga ko'maklashishga tayyor ekanligini bildirdi. Amerika milliy xavfsizlik bo'yicha tahlilchisi Fors ko'rfazidagi AQSh bazalari deyarli yo'q qilindi. Taker Carlson: agar AQSh ularni himoya qilmasa, nega arablar bazalari bilan ta'minlashi kerak? Brandon Baykert: kamida 3 ta baza deyarli butunlay yo'q qilindi. Bahrayndagi baza G'azoga o'xshab qoldi. Tekis o'simliklarsiz. U ilgari Yaqin Sharqdagi AQSh dengiz flotining asosiy markazi bo'lgan va hozir butunlay vayron qilingan. Taker Carlson: biz ularni himoya qilmadik. Bu ikki tomonlama o'yin. Arablar bazalarni mehr bilan emas, balki va'da qilingan himoya va yuzlab milliardlab dollarlik AQSh investitsiyalari evaziga taqdim etadilar. Biz o'z majburiyatlarimizni bajarmadik. Neft narxining oshishi AQSh ma'muriyatini vahimaga soldi. CNN telekanal manbasiga ko'ra, Tramp ma'muriyati benzin narxining pasayishini noyabr oyidagi AQSh kongressi uchun oraliq saylovlar oldidan Respublikachilar partiyasining asosiy yutuqlaridan biri sifatida ishlatishni rejalashtirgan. Urush qachon tugashini AQSh emas, Eron hal qiladi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi AQSh prezidenti Donald Trampning Eron bilan urush tez orada tugashi haqida bayonotiga keskin munosabat bildirdi. Bu haqda Deutsche Welle xabar berdi. 9 mart kuni e'lon qilingan bayonotda Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi urush qachon yakunlanishini AQSh emas, balki Eron belgilashini ta'kidlagan. Urush qachon tugashini biz hal qilamiz. Jang maydonidagi vaziyat va urushning yakuni Islom Respublikasi qo'lida, deyiladi bayonotda. Bungacha Donald Tramp urush kutilganidan ancha tez tugashi mumkinligini, hatto urush deyarli tugaganini bildirgan. Trampning so'zlariga ko'ra, Eronning na dengiz floti, na aloqa tizimi, na havo kuchlari qolgan. Fevral oyi oxirida Tramp urush 4-5 hafta davom etishi mumkinligini aytgan edi. O'tgan hafta oxirida esa Oq uy matbuot kotibi Caroline Levitt bu muddatni 4-6 hafta deb baholagan. Shu bilan birga Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi mamlakati zarur bo'lgan taqdirda raketa hujumlarini davom ettirishini ma'lum qilgan. Biz ularga raketalarimiz bilan zarba ham berishga tayyormiz, degan u. Isroil Eronni yo'q qilishni istamaydi. Financial Times nashr manbasining so'zlariga ko'ra, Isroilning maqsadi rejim o'zgarishini ta'minlash. Urush cho'zilgan sari AQSh va Isroilning urushning dastlabki kunlaridagi talablari sekin-asta yumshoqlashib bormoqda.
Urush deyarli tugadi. Donald Tramp. AQSh prezidenti 9-mart dushanba kuni CBC News telekanaliga telefon orqali bergan intervyusida shunday dedi: "Menimcha Erondagi urush avval rejalashtirilgandan ham tezroq yakunlanishi mumkin. Ularda na flot bor, na aloqa, na harbiy havo kuchlari bor." Shu bilan birga Tramp AQSh va Isroil hali yetarlicha g'alaba qozonmaganini ta'kidladi. Tramp CBC'ga bergan intervyusida Eron raketalari deyarli to'liq yo'q qilinganini, dronlar va ularni ishlab chiqarish zavodlari ishdan chiqarilganini ta'kidladi. Agar vaziyatga qarasangiz, ularda hech narsa qolmagan. Harbiy nuqtai nazardan qaraganda ularda hech narsa qolmagan, dedi Oq uy rahbari. Pentagon shokda. Pekin yadroviy zarbaga yashirincha tayyorgarlik ko'rmoqda. Xitoy ehtimol maqsadli ravishda keng ko'lamli yadroviy urushga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda The Washington Post gazetasi xabar berdi. Nashrning yozishicha, Pekin nafaqat o'z yadroviy salohiyatini jadal suratlar bilan oshirmoqda, balki maxfiy yerosti sinovlarini o'tkazish orqali uni yashirincha real jangovar shaylik holatiga o'tkazmoqda. Xitoy yadroviy arsenalini tiyib turish uchun emas, balki yadroviy urush olib borish uchun yaratayotganga o'xshaydi, deydi material muallifi. Meros jamg'armasi huzuridagi Ellison Milliy xavfsizlik markazi katta ilmiy xodimi Robert Peters. Nashrning qayd etishicha, bu xulosa Lobnor poligonida o'ta kichik quvvatli portlashlar seriyasi bilan tasdiqlanmoqda. AQSh diplomatlari Pekin seysmik monitoring samaradorligini pasaytirish va tayyorgarlikni butun dunyodan yashirish uchun yerosti bo'shliqlaridan foydalangan holda bu yadroviy sinovlarni qasddan niqoblayotganga ishonchi komil. Sinov o'ta kritik bo'lgan va energiya ajralib chiqqani seysmik grafiklardan mutlaqo ayon, deydi AQSh davlat kotibining qurol-yarog' nazorati va tarqatmaslik bo'yicha yordamchisi Kristofer Yev. Uning so'zlariga ko'ra, shunday hodisalardan biri 2020-yildayoq qayd etilgan. Biroq Xitoy haqiqatni yashirishda davom etmoqda va xalqaro inspektorlarni kiritishdan bosh tortmoqda. Bu ma'lumotni avvalroq Senatning razvedka bo'yicha maxsus qo'mitasi raisi Tom Cotton ham Markaziy razvedka boshqarmasining maxfiy ma'lumotlariga tayanib tasdiqlagan. Gazetaning urg'u berishicha, hozirgi Xitoy endi sovuq urush davridagi arsenal bilan qanoatlanmayapti. Bugungi kunda Pekin qit'alararo ballistik raketalar uchun AQShdagidan ko'ra ko'proq shaxtalar qurmoqda va Yaponiyadan tortib Guam hamda Avstraliyagacha zarba berishga qodir kuchlarni shakllantirmoqda. Amerikalik tahlilchilarning fikricha, Xitoy nafaqat qo'rqitishga, balki gipotetik yadroviy mojaroda haqiqatda g'alaba qozonishga tayyorlanayotgan bir sharoitda AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati zudlik bilan o'z harbiy doktrinasini qayta ko'rib chiqishi va eng yomon ssenariyga tayyor bo'lishi zarur. AQSh Yaqin Sharqqa 3-aviatashuvchi kemasini yuboradi. AQSh Yaqin Sharqqa 3-aviatsiya tashuvchi kemasini yuboradi. Mamlakat Eron neftini olib qo'yish bilan tahdid qilmoqda. Bu haqda The Moscow Times xabar berdi. AQShning energetik ustunlik bo'yicha milliy kengashi direktori Jarrod Egan Washington Eronning neft zaxiralarini o'z nazoratiga olish niyatida ekanini aytdi. "Bizning maqsadimiz Erondagi ulkan neft zaxiralarini terrorchilar qo'lidan olib qo'yish", dedi u Fox Business telekanaliga bergan intervyusida. AQSh prezidentining yordamchisi o'rinbosari ham hisoblangan Egenga ko'ra, bunday natija uzoq muddatli foyda keltiradi. Sababi Hormuz bo'g'ozi orqali neft yetkazib berish bilan bog'liq xatarlarni kamaytiradi. Oq uy vakili shuningdek, yil boshida AQSh harakatlari natijasida neft qazib olish hajmini tez fursatda oshirishga erishilgan Venesuela tajribasini misol qilib keltirdi. Unga ko'ra, Amerikaning Chevron neft kompaniyasi u yerda bor yo'g'i 2 oy ichida ishlab chiqarishning rekord darajasiga erishgan. Bu bayonotlar Amerikaning 3-aviatashuvchi guruhini Yaqin Sharq mintaqasiga jo'natishga tayyorgarlik ko'rish fonida yangradi. 5-mart kuni USS George Bush aviatashuvchisi, shuningdek unga hamrohlik qiluvchi kemalar va jangovar samolyotlar guruhi milliy miqyosidagi missiyalarda ishtirok etish uchun zarur bo'lgan o'quv mashg'ulotlarini yakunladi. Endilikda ular Yaqin Sharqqa jo'nashni kutmoqda. Hozirda mintaqada Avram Lincoln Gerald Ford aviatashuvchilari boshchiligidagi AQShning 2 zarba beruvchi guruhi faoliyat yuritmoqda. Birinchisi Arabiston dengizida, ikkinchisi esa Qizil dengizda qayd etilgan. The Wall Street Journal nashrining yozishicha, Jorj Bush fevral oyi boshida Yaqin Sharqqa joylashtirish uchun tayyorgarlik ko'rish buyrug'ini olgan edi. O'sha paytda kema Virjiniya qirg'oqlarida bo'lgan. Eron so'nggi kunlarda Avram Lincolnga bir necha bor hujumlar uyushtirganini, shundan so'ng aviatashuvchi o'z pozitsiyasini o'zgartirganini ma'lum qilgan. Oxirgi marta bunday bayonot 7-martga o'tar kechasi berilgandi. Washington bu da'volarni rad etmoqda. AQSh va Isroil 28-fevral kuni Eronga qarshi operatsiya boshladi. Washington Yaqin Sharqqa harbiy kontingentni yig'ishni ancha oldin boshlagan. Eron hujumlarga javoban AQShning Yaqin Sharqdagi obyektlariga zarbalar bermoqda.